Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 10-noyabr 2025-yil. Xudo xolasa biz Rossiyaning Moskva shahrini Podmoskva degan joyida Tambovdamiz. Xudo xolasa Tunikafon patrollarni mana klientlarimizga shu kosmos fasonimiz ma'qul kelgan ekan. Shu kosmos fasonimizga chaqirishgandi bizni. Mana aziz tomoshabinlar ko'rishingiz mumkin. Kosmos fasonimizni qilib beryapmiz. Sifat kachisi va birinchi o'rinda mana ko'ringlar. Hali chala joylari bor, hali bitgani yo'q toza. Tan videoda ko'rib, mana kubiklari yo'q ekan deb tan maqtashamanglar. Shoshilib nima chiqizishga. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa mana kosmos fasonimiz 3,5 metr bo'ldi eniga. Nomer 1, Rossiyada nomer 1 patolog bo'lgan ana shu. Bundan boshqa bunaqa fasondagi patologlar bo'lgani yo'q hali ko'ringlar. Nomer 1 mana shu bo'ldi hozir mana Rossiyada. Rossiya territoriyasida hali bunaqasi bo'lmagan. Yangiliklar ana shu bizning kanalimizda bo'ladi. Yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bitta like turib, kommentariyani patratib tashlanglar aziz tomoshabinlar. Doimo sog' salomat bo'linglar.